Chisnoylarimiz bugün 13-mart ekan. 13-mart kuni bugün. Chisnoylarning holati mana. Yaqinda duvarni solib suv qo'ydik. Xudo xolasa endi sekin haydaydi mana. Shu yerda mana 30 o'ticha chisnoy bor. Holat qali holat. Holati yaxshi bo'lsa kerak menimcha mana. Qarimatda o'lchasak bir qarich salkam 50 santimetrga borib qopti. Bo'ylari ham oldan ekan, hammasi ham baxshi oldi. Xudo xolasa yaxshi o'xshayapti-ku. Yaxshi bo'lsin hammaniki. Shu qatorda bizniki ham bo'lsin. Xudo xolasa endi dorini soldim, bu yil yomg'ir ko'p yog'di. Lahlab tashladim ekan, men suv quygandan keyin ham rosa yomg'ir yog'di. Shunga chisnoylar kecha sovuq ham bo'ldi, sovuq tushdi. Kecha stressda turibdi ozgina. Ama yaxshi. Talaylari yaxshi mana. Unaqa bitgan yo'q. Bulan joylar mana. Zo'r chisnoy donlari qip-qizil. Tayin ham ko'rsatib qo'yaman. Qizil mana. Urug'da Andijondan olib keldim. Bu ham shu 50 ga borib qopti. Bunaqa ikkitalarni nima qilish kerak? Yulib tashlash kerakmi ikkitalar? Ku ham baquvvatagonni. Bo'lsa bo'lmasmikin ha? Yo'g'onlilar ham zakon nima? Bashmaldaqdan yo'g'onda bashmaldaqdan. Xudo xolasa endi 60 ga bir qator ekilgan. Pishiramiz xudo xolasa.